O'zbekiston fuqarolariga tezkor xabar. O'zbekistonda yangi yil arafasida ko'tarilib kelayotgan narx-navo yangi yil bayrami o'tganidan so'ng yana pastladi. Barcha fuqarolar xabardor bo'ling. Assalomu alaykum hurmatli tomoshabinlar, tezkor yangiliklardan birinchilardan bo'lib xabardor bo'lishni istasangiz, videorolik ostiga like tugmachasini bosib qo'yishni unutmang. Diqqat qiling. Markaziy bank xorijiy valyutalarning o'zbek so'miga nisbatan 4-yanvar kuni amalda bo'ladigan yangi qiymatini belgiladi. Unga ko'ra, rubl kursi 1.66 so'mga pastlab 153.59 so'mni tashkil etdi. Yevro kursi 33.04 so'mga tushib 14.129 so'm bo'ldi. AQSh dollarining kursi 20.92 so'mga pastlab 12.004 so'm bo'ldi, deyiladi xabarda. Azizlar, videorolik ostiga like bosib, videoni yaqinlaringizga ham yuborib qo'ying.